Assalomu alaykum. Keling, nima xizmat? Men sizni yangi kotibingizman. Qachon ishga keldingiz? Kecha suhbatdan o'tdim. Bugundan ishga tushdim. Yaxshi. Nimadir savolingiz bormi? Xullas, bu siz aytgan yangi mahsulotimiz tovli tushonka va til. Agarda tasdiqlasangiz, bozorga chiqarishga tayyormiz. Xuddi men xohlaganimdek chiqibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aytgancha siz ham yuzga oling, kuyov bola bilan maza qilasiz. Rahmat, lekin kuyov bola yo'q-da. Hayotim o'xshamagan. Uzr. Siqilmay hali hammasi yaxshi bo'ladi, mayli. Qarang, men o'zi birinchi bo'lib ishni poyqadam tushunkalardan boshlaganman. Ishlab chiqarish yo'lga qo'ydim, ob'yomni kengaytirdim. Mehnat. Mana ko'rib turganingizdek yangi mahsulotlar chiqaryapmiz. Lekin bir kam dunyo ekan. Xotinim menga e'tibor bermay qo'ydi. Bemehr qolib ketdim. Yolg'iz yashayapman desam ham bo'ladi. Mayli, qo'ying, siz ham boshingizni og'ritmang. Chiqavering, keyin gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. To'xtang. Labi, Siz o'zi ishga kim olgan edi? mani ayolingiz Maftun opa ishga olgandilar. O'zi tutungan opamdek bo'lib ketganlar. Qarang. Hozir gaplarni siz aytmasiz, u qayerdan biladi, to'g'rimi? To'g'ri-yu, lekin o'zlari eshitdi-da turdilar-da. Hali mehr yetishmayapti-da. O'zi ko'nglim sezib seni ishga olgan ekanman. Nima e'tiborsiz qolib ketyapsizmi? Endi sizni go'shtingizdan tushuncha qilamiz, tushundingizmi? Mashtasman.